Assalomu alaykum jigarlar, sizlarga yana yangi ish chiqaryapman. Videoni to oxirigacha ko'ringlar. Обязательно videoga bir noladan like bosinglar. Rahmat, shuncha podдержка qilyapsizlar, kommentariyada podдержка qilyapsizlar. Inshaalloh Xudo xolasa, nasib qilgan bo'lsa, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan olib keladigan mashinalar ham qo'yamiz. Biletlariga yordam beradigan ishlar ham topamiz. Hammasini harakat sizlarni podдержкалаringiz bilan hammasini qilamiz. Asta sekinlik bilan hammasi bo'ladi. Bu uchun ozroq vaqt kerak. Buni hammasini gaplashyapmiz bitta kompaniya bilan. Hozir praznik kunlari bo'lib qolganligi uchun stop bo'lib qoldi. Xudo xolasa praznikdan keyin hammasini gaplashib, to'g'rilab, inshaalloh sizlarga chotki qilib, video qilib tushuntirib, hammasini nima qilish kerak, hammasini tushuntiraman. Mana shu videoga like bosinglar, обязательно do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Bilet olib bersa, oziq-ovqat bilan ta'minlasa, dokumentingizga yordam bersa, hamma xarajatlaringizni ko'tarsa, shunaqa ishlar bo'lsa hammaga yoqadi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Menga ham bunday ishlar yoqadi. Men xohlaymanki, чтобы shunday ishlar chiqarsa, mana shunday ishlar chiqarsa, musofirchilikka borgan odamlar sразу borib ishga joylashib, dokument qilib, hammasini qilsa, polni sharoitlarini chotki qilsa, menga ham bunday ishlar yoqadi o'zimga ham. Чтобы sizlarga shunday ishlarni постоянно chiqaraydiman. Hozirgi paytda proses уже ketyapti. Inshaalloh bir ikki kunda, bir haftalar ichida yo 10 kun ichida bo'lib qoladi. Ko'pchilik odamlar tushunmasdan turib telefon qilyapti. Akalar, sabr qilinglar, sabr toqat qilinglar, inshaalloh bo'ladi bunday ish ham. Prostaki videolarni tashlayapsizlar menga, kommentariyalarda yozyapsizlar. Hammasini ko'ryapman, o'qiyapman. Qo'limdan kelgancha javob qaytaryapman hammasiga. Jigarlar, ozgina sabr qilinglar. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Elektrostalda ayol kishilarga bitta joylar yana ochilgan. 5 ta ayolga joy bor. Butilka zavodida oyligi 1200 dollar edi, hozir 1400 dollar bo'ldi o'sha. 1400 dollarga ayol kishilarga yotoq joy beradi, obed, forma, transport, трудовой договор qilib beradi, ofitsialniy ishga qabul qiladi ayol kishilarni. Va o'sha yerda yana xolasa, kimki xolasa skladda ish bor, erkak kishilarga ham. Erta 1600 dollardan 2000 dollargacha ishlasa bo'ladi. Семейный paralar bo'lsa, семейный paralar ham kelib ishlasa bo'ladi bu yerda. Jigarlar, молочный склад Danone ikkinchi skladimiz. Молочный склад Danone bu Moskovskiy oblast, город Podolskiyda, Moskovskiy oblast, город Долгопрудный, Mitishi tomonda bu. Jigarlar, videoni to oxirigacha ko'ringlar, обязательно tushuninglar. Dona-dona qilib tushuntiryapman hammasini. Просто tak telefon qilib, iltimos, просто tak telefon qilib vaqt o'tirmanglar. Konkretni ishlaydigan odamlar telefon qilsin, kelsin ishga joylashsin. Bir xilga odamlar bor, telefon qilyapti, aka adresini tashab bering, aka usloviyasini tushuntiring. 1 soat, 2 soat vaqtingizni ketkazasiz, o'shandan keyin jim turaveradi. Haliga nerviz qo'zib ketadi. So'kib tashlagingiz keladi shunaqa odamlarni. Bir xilgarini даже so'kib tashlayapman. Mana shunaqa tupoy odamlarni-ku bir xilgarini so'kyapman. Realniy so'kyapman men. Nima qiladi? Просто tak yozib turib, keyin hamma narsani to'g'ri qilib bo'lgandan keyin, polni uslovasini tushuntirib, tashab bergandan keyin yo chorniy spiskka tashab qo'yapti, yo bo'lmasam jim turaveradi. Сообщениeni o'qiydi-yu, jim turaveradi. Odamni asabiga o'ynaydi. Realni bunaqa odamlarni просто nahring qilyapman. So'kib realniyda. Akalar, iltimos, bunaqa qilmanglar. Konkretniy ishlamoqchimisizlar, yozinglar, kelinglar ishga joylashinglar. Na o'zlaringni vaqtlaringni ketkazinglar, na bizni vaqtimizni ketkazinglar. Konkretniy ishga kelinglar, ishlaylar, joylashinglar. Sizlarni hech kim aldamaydi. O'rtada bironta levi посредник yo bo'lmasam levi pravi odamlar yo'q. Ofitsialniy ishga kirasiz, ofitsialniy kartangizga pulingiz o'tadi. Через brigadir ham o'tmaydi, через menejer ham o'tmaydi, ofitsialniy kartangizga o'tadi sizni pulingiz. Jigarlar, Moskovskiy oblast, город Podolskiy, Moskovskiy oblast, город Долгопрудный, Mitishi tomonda
Молочный sklad Danon 4200 rubldan smenasi plus 200 rubl obed pulingizni kompensatsiya qilib beradi, yotoq joy beradi, forma beradi, transport, трудовой договор hammasini qilib beradi. Как надо qonun qoida bilan ishga sizni qabul qiladi. Ishlamoqchi bo'lsalaring, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, kelinglar ishga joylashinglar. Behuda vaqtlaringni ketkazmanglar, bizdan ham vaqtimizni olmanglar, konkretni kelinglar ishga joylashinglar. Like bosinglar jigarlar, sizlardan podдержкani kutib qolaman. Like bosinglar, mana shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Hammalaringizdan minnatdor bo'laman jigarlar. Shu podдержка qilganlaringiz uchun inshaalloh Xudo xolasa birgalikda hammamiz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan bilet olib beradigan, dokument qilib beradigan, hamma qulayliklarni qilib beradigan ishlarni topib, inshaalloh odamlarni olib borib joylashtiramiz. Birgalikda hammamiz podдержкада. Bitta o'zimni qo'limdan bu ish kelmaydi. Hammamiz birgalikda joylashtiramiz inshaalloh sizlarning podдержкalaringiz bilan. Jigarlar, rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun, shuncha kanalimni podдержка qilganlaring uchun hammalaringizdan minnatdorman. Like bosib shu videoni yana bir marta do'stlaringizga tarqatib qo'ysalaring, undan ham minnatdor bo'laman. Sog'-omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Musofirchilikda yurgan do'stlarimiz sog'-omon bo'lsin, Alloh panohida bo'lsin.